Ijtimoiy tarmoqlarda faol bo'lish, zamon bilan hamnafas yashash va ko'plab do'stlarni orttirish yaxshi albatta, lekin bu degani layk va prosmotr uchun o'z yashab turgan vatani va ajdodlarini masxara qilish kerak degani emas. Kuni kecha ijtimoiy tarmoqlarda video ko'rayotganimda ko'zim mana bu videoga tushdi. To'yingizda 4 ta san'atkor xizmat qilish kerak bo'lsa, qaysi san'atkorlarni chaqirardingiz? Birov kelib ketadi, tiket. Alisher Navoiy. Avvaliga bu videoga unchalik e'tibor bermadim, lekin kommentariyadagi gaplar meni shunchalik hayratlantirdiki, nahotki o'zbekistonlik yoshlar butun dunyo kuzatadigan va muntazam foydalanadigan ijtimoiy tarmoqlarda o'z bobo kalonlarini masxara qilishgacha borishdi. Bundan taxminan 1 oy oldin yaponiyalik talabalar Abu Ali ibn Sinoning Tib qonunlari kitobiga asoslanib yuqumli kasalliklarga qarshi dori o'ylab topishgandi. Dahonlarning asl avlodlari esa ularni to'ylarga, birovlarga chaqirish, qo'pol qilib aytganda ularni butun ijtimoiy tarmoqlarda mazax qilish bilan ovora. Nega finlandiyalik yoshlar aqlliroq? Nima uchun Koreya va Yaponiya kabi davlatlarda talabalar tomonidan turli xil kashfiyotlar qilinadi-yu, lekin O'zbekistonda bunday yoshlar yo'q degan savollarni yog'dirishdan oldin avval kelajak ishonib topshirilayotgan yoshlar nima bilan shug'ullanayotganiga nazar tashlasak yomon bo'lmasdi.